qizlar navbatdagi bemorimizga hijom olijasini qildik. Juda ko'p joylarda olgandim, rezultat ko'rmagandim dedilar. Lekin hijomat tomchisi inshaalloh shifo. Lekin texnika to'g'ri bo'lsa, bemor yana ham hijomadan zo'r maksimalniy foyda bilan chiqib ketadi. Mana bu bemorimizdagi chiqqan hollar, biz bilasiz, siz hijomat texnikasida ishlaymiz navbatda bo'yicha. Lekin shunda ham normada ishlab berilsa, mana normalniy qon chiqib kelyapti. Atyok e'tibor beradigan narsamiz bitta bankani o'zidan manzura bu. Bitta bankani o'zidan chiqqan mana atyoklar. Hijoma, eslatib o'taman, qon aylanishini yaxshilaydi, metabolizmni yaxshilaydi, organizmdagi lichniy atyoklari oladi, sidik kislotalarini chiqaradi. Virus va tromblar ko'rgan bo'lishingiz. Ozgina xolesterin ham bor. Bora biladi ham. Atyok tugatida ham. Ko'rayotgansizlar. Mashalloh. Bular o'sha kislorod yo'llarini berkitib turgan hammasi trombli mishsa tugunchalar edi. Inshaalloh bugundan mazza qilib tiniqib uxlaydilar, bosh og'riqlari ketadi.